Assalomu alaykum o'rtoqlar, podpисчикларimiz. Xudo xolasa yengillikni shu bombasi keldi aka. Qarang. Tarsovkani mayli aka ko'rgansiz. Picholkani katta razmer. Tarsovkani ko'rgansiz aka. Batareyka ishlaganicha inkonikini. 4 amper, bistri zaryadka ichida. Hali ochilmagan upagovka hali o'zimizda ko'rmadik. Sirasi sizlarga ulashyapmizda. Xo'p, оборотda, xo'p, 4,5 ming оборот ekan, 210 tali disk. Inkodi, xo'p, bilsanglar 210 tali diskli tarsovka bitta dona bor, 1400 vattligi bor. Xo'p, bitta nimalar bor bizga o'zgarishlar. Xo'p, 45 hammasi yotadi. Xo'p, qop bor, zashita bor. Tushunarli. Adashmasam, bitta 1400, mana bitta ruchkasi zashnini ochish uchun, ya'ni ishlashi uchun. Xo'p, zashnini tortib turib, keyin pastga bosilardi. Knopkani bosib, menimcha bu yerda endi zashni, xo'p, ko'rinmayapti. Adashmasam pastga bosganingizdan o'zida avtomatik mexanizm turibdi. Pastga bosganingizdan o'zida avtomatik zashni ochiladi. Shunday kesib keturasizlar. Ya'ni katta tarsovkalarga o'xshab mexanizm qo'yilgan ekan. Bitta ochib obzorini qilib beraman, xudo xolasa. Keyin atboyning batareykaligini inkoda birinchi marta ko'ryapsizlar. Mana hali ochib ko'rmadik, biz ham birinchi marta ko'ryapmiz. O'zbekistonga endi kirib keldi. Xo'p, 20 volt batareya поддержать qiladi. Xudo xolasa turbangiz ham, hop, picholka ham bor, yetarli. Hop, 30 litrli pilsoslar ham yetarli. Keyin Sergelida akam so'rayotgan narsa, akam bundan keldi, olib keltirib qo'ydik. Hop, gazsiz ishlaydigan svarka apparat va anaqa pol avtomat. Gazsiz ham reska qiladi, kesadi, svarka qiladi. Hop, model ko'rishingiz mumkin. EMI ham ishlaydi, oddiy svarka uchun. Keyin ko'pchilik so'rayotgan, tugab qolgan shrabarizimiz kelgan, suvsiz suxoyi ko'rasizlar.